101 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Afdalul a'mal as-salatu fi awwali vaqtiha. Eng yaxshi amallardan u bo'lsa namozni vaqti kirganda uning 5-ida ado qilish. Bu hadisda namozni o'z vaqtida ado qilib va u vaqtning 5-ida ado qilishining fazilati to'g'risida aytilgan. Allah subhanahu wa ta'ala Nisa surasida mundaq deydi: Inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatda namozni mo'minlarga belgulik vaqtda ado qilishni farz qilingan. Boshqa hadislarda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamdan odamlar qaysi amal eng yaxshi va Allohga suyimli deb so'raganda as-salatu fi vaqtiha dedi. O'z vaqtida o'tilgan namoz deb javob berdi. Erkishlarga bo'lsa farz namoz masjidga berib jamoat bilan ado qilish farz qilindi. Biroq ko'plagan hadis singillarimiz uyning tugmas bitmas ovqatlari bilan shug'ullanib, namozning vaqtini kechiktirib qo'yishi mumkin. Misol, agar bir yerda 10 dan 12 gacha 2 soatning ichida oqcha yoki so'g'larni bersa, shu yerga qanchada boramiz? Nurg'unlarimiz 1 soat oldin berib olishi yoshirin emas. Shuningga o'xshash Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalarimi namozning vaqtini atganarak berib kutadi. Abdullah ibn Umar mundaq degan: Biz osmonga qarab namoz qaysi vaqtida kiradikin deb kutadiq deydi. Chunki ular haqiqiy Allohni yaxshi ko'radi va Alloh bilan uchrashishni yaxshi ko'radi. Suyimlik Peygamberimiz mundaq degan: Man ahabba liqa'alloha ahabballohu liqa'ahu. Kim Alloh bilan uchrashadiganni yaxshi ko'rsa, Alloh uning bilan uchrashadiganni yaxshi ko'radi deydi. Man kariha liqa'alloha karihallohu liqa'ahu. Kim Alloh bilan uchrashishni xohlamasa, Allohma uning bilan uchrashishni xohlamaydi deydi.